Bir odam hajga bormoqchi bo'lib, harakat qilib safarga otlandi. Qo'lida katta mablag' bor. Qo'yib ketgani bir ishonchli odam istab topa olmadi. Keyin masjidga boray. Masjidda bo'ladi bunaqa ishonchli odamlar dedi-da, masjidga kelib namoz o'qiyotgan odamlarni kuzatdi. Namozxonlarni bir chekada turib tomosha qilib kuzatdi. Ana shularning ichida bitta odamning namozi bu kishiga yoqib qoldi. O'zini hokisor tutgan, ko'zlarini mahkam yumib olgan, qo'yinki namozi boshqalardan namozdan yaxshi. Namoz tugagandan keyin haligi odam oldiga kelib, "Vallohi, menga namozingiz yoqdi. Men hajga ketmoqchiman. Qo'yib ketgani bir omonatdor odamim yo'q. Katta mablag'imni sizga bir qo'yib ketay demoqchiman. Nima deysiz?" desa, haligi kishi nima deydi? "Men yana roza ham tutuvdim bugun" dedi. Dedi, bu kishi aytdiki, "Shu ro'zadorligingiz yoqmadi menga." Dedi-da omonatni bermay ketdi. Shu bildirgisi kelib turadi, lekin ixlosi bor odam buni yopadi.